30 yosh kirgan ayollar buni 3 narsani tashlang. Birinchisi, modadan qolgan kiyim-kechaklaringizni tashlang. Amma mush do'yinda 3-4 bir ma'lum bormush da so'zlaydigan. Sen qaqning derdi biz xotirjam uyimizni tutmamdik ya biz. 30 yosh ayollar modadan qolgan kiyimni kiymang deb. Ya biz sen qaqning ichib qo'ygan bir sayponxona olma va bir kiyim tikib turdigan. Birsin qopsa eringiz sizni boqaman desa anglabli qo'yang, hargiz ishonmang. Erining qo'li qolgan kun bektas. Erining pulni xarjlagan ayol detektak yashaydi. O'z pul tepasiga ayol xonishda yashaydi deb, birimdan uyda baliq qarab, ota-onam qarab, boy tomoq etib, uyning o'disidan chiqib o'tgan ayol menga duka ichpa, men ayrim pul topaman, o'zim iyilik ishlayman deb adamga nima deb jidal tipa uyda hozir. Yana bir so'nggi oylikqa 3-oyning 8-i bir video yo'llagan. Mushundaq qutluq kunda sizga bir tal gul so'q qilingan erning ko'nglida aslo siz yo'q. Undaq erning qo'li qo'yib o'ting, uni hayotingizni o'chirib o'ting deb bir tal gul uchun oilamiz vayron qilamiz degan sanqaning dadida. Videoni avat qo'yatdi ayolim menga. So'qshab, men sizning ko'nglingiz yo'q ekanman, siz meni yaxshi ko'rmaydigansiz deb. Bizga berayotgan gullarni dastlab bir aqida mashda bo'lib qolgan vaqtida sanqa qammang izib turamsan odamni. Sanqa shu sadda oddiy ayollarning shu kallasini azmuq turibmi adamning turmushini qalaydigan qilib so'zlasam unda bir yaxshi bir gap qilish ham unda bir adamning turmushini buzgan gap qilmay ketishcha. 抖音